Mahallarda 5 soat oshirsa turib zo'rg'a chiqyapmiz aka, to'g'ri tushuning. Ma'qul kelsa olib ketaman. Bo'ldi aka, bo'lmasa yuravering, boshqa mashina to'xtataman. Xo'p. Bo'ldi, qaysi tomonda turibsizlar? Nechinchi xona? 5 mi? Bo'ldi, 8 to'xtalib boraman. Hozir 1 minut. Assalomu alaykum aka, charchab qolmayapsizmi? Yangi bosh tomonga yuramiz aka. Bo'ldi aka. Nima chekkaroq o'tasiz? Bo'ldi, shuna tomonga keldim hozir 1 minut. Aka mana, rozi bo'lasiz? Ya aka. Xo'p, shuna xo'p. Ya aka, batta ko'p-ku, o'lchashib maydam ham yo'q edi, aka. Aka, men mendan merosini olib bering. Hozir qo'limda mol davlatim bor. 1-2 yil oldin o'zim ham taksilik qilganman. Sovuqda bilaman, ochilib turib, metanni zapravkalarda aka. Men rozimni olib bering, yaxshilab oling aka. Aka, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Ehsonni mukofoti albatta ehsondir.